Shomurodov dubli bilan Turkiya Superligasi ramziy jamoasidan joy oldi. Turkiya Superligasining 31-turi yakuniga ko'ra Sofascore tomonidan tuzilgan ramziy jamoa e'lon qilindi. Ushbu jamoada O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov ham munosib ravishda o'rin oldi. Hujumchi bu turdagi ajoyib o'yini bilan muxlislar va mutaxassislar e'tiborini tortdi. U raqib darvozasiga 2 marta yo'l topib, jamoasiga muhim ochkolarni taqdim etdi. Aynan shu dubli uni turning eng yaxshi futbolchilari qatoridan joy olishiga sabab bo'ldi. Shomurodovning bu natijasi uning formaga kirib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. U nafaqat gol urish, balki jamoaviy o'yinda ham faol ishtirok etmoqda. Bu esa uning kelgusi o'yinlarda yanada muhim figuraga aylanishidan dalolat beradi. Qisqasi, Turkiya chempionatida o'zbek legionerining bunday barqaror va samarali o'yini muxlislar uchun katta quvonch. Agar u shu tempni saqlab qolsa, yana ko'plab ramziy jamoalarda uning nomini ko'rishimiz aniq.